Dahshat. Go'yo men maxluqdekman. G'azabim ustunlik qildi, lekin negadir aksimga qarab jilmaydim. Yo'q, endi avvalgidek kulguchim paydo bo'lmadi. Tabassum ham yarashmadi. Ohista yuzimni ushladim. Yo'q, buni hatto teri ham deb bo'lmaydi. Dag'al qurigan go'shtdek. Yo'q, bu men emas. Ortga tislandim. Bu maxluq, lekin men emas. Opamni xavotirli ovoz yangradi. Yo'q. Avval sekin shivirladim. Keyin esa bor ovozim bilan baqirishga tushdim. Yo'q. Yo'q. Iltimos o'zingni bos. Biz eng yaxshi jarrohlarni topamiz. Eng yaxshi doktorlarni ishga solamiz. Hozirgi ahvolimda opamni gapi chivin chaqqanchalik ham ta'sir qilmadi. Yuzimdagi dahshat esa tamg'aga o'xshardi. Go'yo yulib tashlansa bo'ladigandek. Yuzimni tirnashga tushdim. Xonaga hamshiralar kirib keldi. Tinchlantiradigan ukolni majburlab urishdi. Dorini ta'siridan holsizlandim. Oxirgi marta umid bilan shivirladim. Yo'q, bu men emas. Tush ko'ribman. Bolaligimni ko'ribman. O'sha buvimni uyida o'tkazgan vaqtlarimda ekanman. Buvimni hayhaylashga qaramay tashqariga qorong'u ko'cha tomonga otilar ekanman. Buvim esa meni to'xtatishga harakat qilar ekan. Buvim qancha meni ushlashga harakat qilsa, qaysarligim tutib, men shuncha ko'cha tomonga otilar ekanman. Nihoyat buvim qo'yib yubordi. Men ko'chaga zulmat tomonga otildim. Zulmatdagi tubi yo'q jarlikka tushib ketdim. Seskanib uyg'onib ketdim. Yonimda opam qo'limni ushlab turardi. Xudoga shukr. Shivirladi opam. Shu onda bari tushligini angladim. Hatto maxluqnikidek tus olgan yuzimni ham tushga yoydim. Ko'nglim xotirjam tortdi. G'alati tush ko'ribman. Tushimda yuzim maxluqnikiga o'xshab qolgan ekan. Jilmaydim. Opam menga achinish bilan qaradi. Ko'zlariga yosh to'ldi. Menga ishonasanmi? Albatta. Men seni yuzingni avvalgi holatiga qaytarish uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Pochchang ham yordam beradi. Kerak bo'lsa dunyoni narigi chetidan doktor olib kelaman. Tamom. Boshqa gapni eshitmadim. Kallamga kimdir gurzi bilan urgandek bo'ldi. Hushimni yo'qotayozdim. Naqadar ayanchli. Men endi maxluqman, xunukman. Inson zotiga o'xshamayman. Rahmatli buvim har bir inson qilmishiga yarasha jazo oladi derdi. Hozir xayolimga kelgan yagona narsa shu bo'ldi. Lekin men tushunmayapman. Qaysi qilmishim uchun Alloh menga bunaqa jazo berdi? Qaysi gunohim uchun? To'g'ri, men ham boshqalar qatori gunohkor bandaman. O'zimga yarasha xatolarim bor, lekin bunchalik jazo oladigan ish qilmaganman. Bir oilani yo'q qilib ketgan noiladek inson tinch yurganda nega aynan men jazolandim? Nega meni bu ahvolga solgan diyora emas, aynan men bu holatdaman? Nahotki dunyo qo'shiqchilar aytganidek bevafo bo'lsa? Nahotki yaxshilar hamisha pastda xo'rlansa-yu, yomonlar baxtli yashasa? Nahot hayotda baxtli bo'lish uchun yoki nimagadir erishish uchun yomon bo'lish kerak bo'lsa? Agar shunday bo'lsa mayli, men ham yomon bo'laman. Ortiq vijdonimga qarab yo'l tutmayman. Qo'limdan kelguncha hamma yomonlikni qilaman. Faqat yuzimni qaytarib olsam bo'ldi. Kerak bo'lsa jahannamga borib iblis bilan kelishuv tuzaman. Faqat yuzimni qaytarib olsam va diyorani jazosini bersam bo'ldi. Kasalxonadagi 6 oyim yuzimni qayta tiklashga bag'ishlandi. Kasalxona plastik jarrohlikni yangi yo'nalishi, teri almashtirish loyihasi bo'yicha ish olib bordi. Bunda men tajriba quyonchasi rolini o'ynadim. Operatsiya bir martasidayoq yaxshi natija bermadi. Shu bois bir nechtasini boshimdan o'tkazdim. Har safar operatsiya stoliga qaytib, uyg'onmaslik xavfi bilan uxladim. Uyg'onganimda esa bari yaxshilik bilan tugaganiga umid qildim. Har safar terimda og'riq paydo bo'lganda
diyoridan o'ch olish haqida o'yladim. Shu bilangina og'rig'im biroz pasaygandek bo'lardi. Nihoyat 9-oyda yuzim ustidagi tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Yuzim avvalgidek silliq holatiga qaytdi. Faqat qiyofam o'zgardi. Endi men eski ko'rinishimdagi qizga umuman o'xshamasdim. Go'yo boshqa bir inson meni o'rnimda turgandek. Endi nima qilasan? Qorni ancha bilinib qolgan opam belini ushlagancha yonimga kelib o'tirdi. O'ch olaman. Shartmi? Axir hali yosh bo'lsang. Shart. Ular tufayli men 1 yil kasalxonada 1001 azobni boshdan kechirdim. Ular ham shu azoblarni ta'mini tatib ko'rishi kerak. Seni bu yo'ldan qaytara olmaydigan ko'rinaman. Xavotir olmang opa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga va'da ber. Nima bo'lganda ham sog' salomat yaxshiman deb. Agar Allohim xohlagan bo'lsa yaxshiman opa. Xavotir olmang. Qachon ishga kirishmoqchisan? Hozircha kiprik va qosh ektirishim kerak. Yana labimni to'g'rilashim. Bir tomonim tekis bo'lib turgan yuzimga ishora qildim. Pochchang nima dedi? Yaniga hafta bu bilan shug'ullanishar ekan. Mart oyida AQShda yig'ilish bor ekan. O'shanga meni tajriba quyonchasi sifatida olib borishmoqchi. Keyinchi konferensiya tugashi bilan ozodman. Pochchang asorat qolgan deyotgandi. Teri ko'chirma bo'lgani uchun og'riq bor xolos. O'rganib qolganman. Yaxshi. Sendan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Nimani? Ko'zim yoriguncha yonimda bo'lishingni. Iltimos. Opa, siz menga qilgan yaxshiliklaringizni umrimni oxirigacha xizmatingizda bo'lsam ham qaytara olmayman. Iltimos qilishingiz shart emas. Buyursangiz bo'ldi, bajaraman. Rahmat singiljon. Homiladorlik opamga yomon ta'sir qilgani uchun AQShdagi konferensiyagacha opamni xizmatida bo'ldim. Keyin pochcham singlisini opamni yoniga qo'ydi-yu, men va doktorlar delegatsiyasi bilan chet elga uchdi. Konferensiyada yaxshi ko'rinishim uchun yaxshilab oro berishdi. Men esa o'zimni hissiz buyumdek his qilardim. Go'yo mendagi ko'rinish odamlar tomonidan yasalgan u uni yashirmaslik uyatmasdek. Konferensiyada yelkasi ochiq libosda chiqqanimda ham hech narsani his qilmadim. Tomoshabinlar avval ekrandagi chandiq va yaradan iborat bo'lgan qo'rqinchli tanam va yuzimga qarashdi. Keyin esa hozirgi holatimga. Hamma hayrat bilan qarsak chaldi. Ingliz tilida nimalardir deyishdi. Ularni gapini eshitmadim. Qiziqmadim ham. Faqat yangi ko'rinishimga mahliyo bo'layotgan tomoshabinlarni kuzatdim xolos. Samolyotdan tushishimiz bilan bizni O'zbekistonda yangi xushxabar kutib oldi. Opam qizli bo'libdilar. Tezda kasalxonaga otlandim. Tabriklayman opa, dedim jajjigina jiyanimga havas bilan qararkanman. Rahmat. Opamni o'zi ham havas bilan qaradi qizchasiga. Bugun oyim bilan dadamlar yo'lga chiqqan. Hali zamon kelib qolsalar kerak. Kutib olasanmi? Albatta opajon. Xursand bo'lib ketdim. Ota-onamni ko'rmaganimga salkam 1,5 yil bo'lyapti. Opamni, oyimni xavotirga solmaslik uchun jarohatlanganim haqida aytmagandi. Ularni sog'inganimni his qildim. Ularni kutib olishga chiqmoqchi bo'ldim, lekin ularni olib keladigan mashina kasalxonani oldigacha olib keldi. Ularga salom bermoqchi bo'ldim, lekin yonimdan tanimagandek o'tib ketishdi. Ortlaridan opam yotgan xonaga kirdim. Ko'z tegmasin qizim, kuyovimga o'xshabdi. Oyim bilan dadam tinimsiz opamni ko'kka ko'tarishardi. Opam meni ko'rishi bilan ahvolimni tushundi shekilli, oyimga yuzlandi. Oyi, uli bo'lsin. Uni ismini tilingga ham olma. Dadam birdan uzib oldi. Shu yuzsizni deb 6 oy tergovda yurdim. Mahallada yurgiligim qolmadi. Yo'q dada, bu tuhmat. Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi. U haqida eshitishni ham xohlamayman. Sen esa tilingga ehtiyot bo'l. Yo'qsa kasalxonadan to'g'ri tergovga ketasan. Ko'zlarim yoshga to'ldi.
Yig'lab yubormaslik uchun yana jilmaydim. Keyin ko'chaga chiqib ketdim. Menga hatto ota-onam ham ishonmaydi. Naqadar achinarli holat. Men aybsizligimni isbotlashim kerak. Nomimni oqlashim. Diyora, sendan qanchalik nafratlanishimni bilsang edi. Seni yo'q qilish uchun hamma narsaga tayyorman. Yo'q, seni shunchaki qonun qo'liga topshirmayman. Sen ham men chekkan azoblarni boshingdan kechirasan. Men kabi yaqinlaringni yonida turib, senga ishonmasligini eshitasan. Sen uchun qamoq bu mukofot bo'ladi. Har kuni o'lib tirilasan. Xayollarim bilan qanday bekatga kelganimni bilmay qoldim. O'sha yerdagi o'tirg'ichga o'tirdim. Xayolimda esa shu bugungacha bo'lgan dahshatlar. Qarshimda to'xtagan qora tanish mashinani ovozidan xayollarim chalkashib ketdi. Qarshimdagi Nozim akam va uni mashinasiga qaradim. Akam menga imo qilib chaqirdi. Tezda yoniga bordim. Nozim aka, mashinaning orqa tomonidagi eshigi ochildi. Indamay o'tirdim. Nahotki akam meni tanigan bo'lsa? Akamni uyigacha so'zlashmay bordik. Avvallari bu yerga ko'p kelib turardim. Ichasanmi? So'radi. Ha, tomoqlarimni qaqrab ketganini his qildim. Ikkinchi qavatdagi o'ng tomondan 3-xona. O'sha yoqqa bor degandek qaradi. Indamay akam aytgan xonaga bordim. Adashmasam bu akamni yotoqxonasi. Mehmonxonada ham gaplashsak bo'laverardi. Shartmidi bu yergacha kelish? O'zimga o'zim gapirgan bo'ldim. Akam kirib keldi-yu, qo'lidagi shisha idishdagi choy rangidagi ichimlikni uzatdi. Bir ko'tarishda nafas olmay ichib yubordim. Tomog'imni kuyganini his qildim. Jin ursin, bu nima edi? Og'zim kuygani uchun og'zimni ochib nafas olishga tushdim. Qancha? Akam nimadir so'radi. Nima? Kurs. $1nikimi? Akam jilmaydi-yu, menga yaqinlashdi. Avval o'ng qo'lini ortimdagi devorga qo'ydi. Keyin esa chap qo'lini. Men bugungi kechani narxini so'radim. Nima? Og'zim ochilib qoldi. Nahotki akam meni haligidaqa qizlardan deb o'ylagan bo'lsa? Dahshat, bunisiga chiday olmayman. Bo'ynimda akamni labini his qildim. O'zimdan jirkanib ketdim. Tezda siltab tashladim. Keyin yuziga tarsak tushirdim. Akam nima bo'lganini tushunmasdan xonadan chiqib ketdim. Boyagi ichkilikni ta'siridanmi yo shoshilganimdanmi zinadan tushayotganimda noto'g'ri qadam bosib yiqilib tushdim. Boshimni urilganini his qildim. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Hushimni yo'qotdim. Nafas yo'lini kuydiradigan o'tkir hiddan ko'zimni ochdim. Tepamda qanaqadir ayol turardi. U o'ziga keldi. Ayol kimgadir gapirdi. Boshimdagi va oyog'imdagi kuchli og'riqdan zo'rg'a boshimni ko'tardim. Oxirgi voqealarni eslashga urindim. Dahshat. Akam meni fohisha deb o'yladi. Uyatdan qizarib ketdim. O'rnimdan turmoqchi bo'ldim, lekin oyog'imdagi og'riqdan tortib yubordim. O'zimga kelishimga ko'maklashgan ayol tezda yonimda paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Oyog'im. Ishib ketgan oyog'imga ishora qildim. Ayol oyog'imni ushlab ko'rdi. Yura olasanmi? Yo'q, dedim qaqshab og'riyotgan oyog'imni ushlab. Ayol eshikning yoniga bordi-yu, kimgadir gapirdi. Uni kasalxonaga olib borish kerak o'xshaydi. Oyog'i lat yegan. Jin ursin. Nozim akamning ovozi yangradi. Keyin xonaga kirdi. Yura olasanmi? Yo'q, qo'rslik qildim. Yonimga keldi-yu, bir urinishda ko'tarib oldi. Nima qilyapsiz? Mashinagacha emaklab bormoqchimisan? Gapida jon borligi uchun indamadim. U pastga tushirib, mashinaga zarda bilan otib yubordi. Qo'polligidan jahlim chiqsa-da, tishimga bosib indamadim. Ahmoq, o'zini kim deb o'ylayapti?
Qanday haddi sig'di menga bunday muomala qilishga? Hali akam bilan munosabatimni yaxshilay, buni bu qilig'i uchun dorga ostiraman. Kasalxonaga ich-ichimdan unga nisbatan bisotimdagi jamiki haqoratlarni aytib keldim. Lat ekan, lekin baribir gips qilish kerak. Doktor shu gapni aytdi-yu, oyog'imni gipslab tashladi. Shu yetmay turuvdi o'zi. Taqdir men bilan hazil qilishdan to'xtamayapti. Yo'q, men baribir o'ch olaman. Qanday bo'lmasin, qaysi yo'l bilan bo'lmasin. Doktorni ishini kuzatayotgan Nozim akamga qaradim. Shu onda Nozimga nisbatan yangi rejam paydo bo'ldi. Akamni fikridan qaytara oladigan yagona inson bu Nozim akam. Agar men Nozim akamni aybsizligimga ishontira olsam, akamni ham ishontira olgan bo'laman. Diyoradan esa o'ch olish uchun unga yaqinroq bo'lishim kerak. Akamni uyiga esa meni faqat Nozim kirita oladi. Shunday ekan, nega bu imkoniyatdan foydalanmayman? Ko'tarib qayta mashinaga mindirayotgan Nozim akamga qarab qo'ydim-u, ichimdagi rejalarimni qaytadan puxtaroq ko'rib chiqdim. Uying qayerda? Bepisand ohangda so'radi. Beruniyda. Xayolimga kelgan joyni aytdim. Metro? Xorazm. Akam birdan mashinani to'xtatib, menga g'alati qaradi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Ishlagan kelgandim. Lekin pasportim va pullarimni o'g'irlatib qo'ydim. Lekin chin so'zim, siz o'ylagandaqa qizlardan emasman. Bechora qiz roliga kirdim. Aqlli qizlar bekatda turadimi? Men avtobus kutayotgandim. Yolg'onni ham boplarkansan. Men yolg'on gapirayotganim yo'q. Unda nega mashinamga indamasdan o'tirding? Sizga hammasini tushuntirsam, yordam berasiz deb o'ylagandim. Qanaqa yordam? Farqi yo'q. Fohishalargagina farqi yo'q bo'ladi. Yaxshisi shu yerga tashlab keting. Jahlim chiqdi. Emaklab yurmoqchimisan? Yana kuldi. Boshqa ilojim bormi? Akamga jiddiy qaradim. U mashinani yurgizdi. Qayerga? Uyimga. Oyog'ing tuzalguncha menikida yashab turasan. Voy rahmat, bu yaxshiligingizni qanday qaytaraman? Sen bekor, men bekor. Biron yo'lini topamiz. Old oynadan ayyorona jilmayganini ko'rdim. Taqdir senga choq qazisa, sen unga suv to'ldirib basseyn yasa. Yangi statusni internetimga qo'ydim-u, xotirjam yangi xonamga yotdim. Men Nozim akamni uydaman. O'zim istaganimdek ichkariga kirib oldim. Endi faqat akam va Diyoragacha yetib borishim qoldi xolos. O'zimni tozaligimni isbotlashim yo'lidagi ilk qadamni esa Noilani topishdan boshlashim kerak. Hamma kalavani uchi Noilada. Agar u paydo bo'lib akamga va qonun oldida haqiqatni aytsa, men qisman oqlanaman. Diyorani sotsa, butunlay oqlanaman. Ammo hamma gap uni topishda va haqiqatni aytishga majbur qilishdi. Noila bilan oxirgi paytlarni o'tkazgan inson Nozim akam. Uni gapga solishim kerak. Balki biror ma'lumotni bilar. Rejalarimni qaytadan ko'rib chiqdim-u, joyimga yotdim. Eshikni taqillashdan ko'zimni ochdim. Erinibgina borib eshikka qaradim. Qarshimda kecha hushimga kelganimda yonimda turgan ayol. "Ha," dedim esnab. "Peshin bo'lyapti, shunga uyg'otdim." Menga nima farqi bor? Kun peshin bo'ladimi yoki asr? Eshikni qayta qulfladim-u, joyimga cho'loqlanib qaytib uxladim. Tushlik vaqtidagina ko'zimni ochdim. Erinibgina o'rnimdan turib yuvinish xonasiga kirib, yuz-qo'limni yuvdim. Keyin oshxonaga chiqdim. O'z uyimdagidek muzlatgichni ochib sharbat oldim. Tushlikka nima? Nozimbek tushlikka kelmaydi. Nozimbek kelmagani uchun ochlikdan o'lish kerakmi? Meni qornim to'q. Meniki esa och. Xohlasang biron nima pishirib ye. Senga nimaga oylik to'lanyapti? Men Nozimbekka xizmat qilaman, senga emas. Men
Sen aytayotgan o'sha Nozimbekni mehmoniman. Xohlasang kechga Nozimbek bilan seni majburiyatlaringni ro'yxatini tuzamiz. Bilganingni qil. Xonadan chiqib ketdi. Rosiyam jahlim chiqdi. Naqadar beodob xizmatkor. Hurmat nima, munosabat nima bilmaydi. Agar oldingi davr bo'lsa, yetti bukilib xizmatimni qilgan bo'lardi. Zulayxoni so'kib-so'kib nonushtaga tuxum qovurgan bo'ldim. Keyin esa akamni televizori bor xonasiga kirdim. O'zim uchun qiziq ko'rsatuvlarni ko'rib, kunni kech qildim.